Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatuvchi obunachilarimiz 17-aprel sanasida mana xudo xolasa giloslarimizni oblonka ishlarini olib boryapmiz. Noyabr oyiga tayyor bo'ladigan gilos ko'chatlarimiz o'tishlari zo'r. Xudo xolasa 25-30 sm bo'ldi. 40 dan shakl beramiz. Yo bo'lsa ko'p navlarda 1 litrli usulda tayyorlaymiz. Gilos ko'chatlarimiz mana ko'p do'stlar, ko'p navlardan payvand qilganmiz. Ertaki, o'rtaki, kechki, ertaki navlardan Real Pegolar bor, Svitariana, Nimba, juda ko'p yaxshi navlarimiz bor, xudo xolasa. O'shlariga ham gap yo'q. Mana sekin xudo xolasa ablon ishlarini olib, bunaqa chiqargan yovvoyilarni to'kyapmiz 17-aprel sanasida. Zakaz olishni boshladik. Kimga qanaqa istiqbolli yangi navlar, o'zini o'lchayli teggan navlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa juda ko'p yaxshi navlarimiz bor gilosda. Mana shu yerda xildan oshiq gilos payvand qilganmiz. Hammasi o'zini o'lchayli teggan yaxshi O'zbekiston sinovdan o'tgan navlar. Xudo xolasa o'sishlari zo'r ko'chatlarimizni. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunlik yangiliklarimizni bizdan tashlab boramiz. Kimgadir foydasi tegib qolar videolarimizni. Sababi hamma narsani birinchi qo'ldan olinsa yaxshi bo'ladi. Aytgan narsa chiqadi, bog'i ham sifatli bo'ladi. Yaxshi bo'ladi xullasi. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Videoga like bosib, tanishlarga yuborib qo'yinglar.